Shu qabrda guvoh bo'lib ochgan Go'rkovni ham hamma tanirkan, iltimos qilaman, belgilab ketinglar, taniganlar shu Go'rkovni o'zlari ham uzoq qilib qoldirsinlar. Kechagi qo'ygan videoyimni to'lig'ini qo'yaman, qisqacha kesib qo'ygan edim. Ko'pchilik tuhmat toshlari ham otibdi, sen yolg'on informatsiyalar berasan deb. Men hech qachon yolg'on informatsiyalar tarqatmaganman. Menga O'zbekistondan tashab berishdi, hatto mana domlalar ham gapirgan. O'shalardan asoslanib men qo'ydim videoni. Reklama uchun deyishibdi. Men shu paytgacha hayotda reklama uchun ish qilmaganman. Ishsiz odamlarni meni uzoqdan bilgan odam biladi. Minglab odamlarni ish o'rni bilan ta'minlab, shu vatandoshlarimiz qiynalib qolmasin deb ishlab yurganman. O'sha negativ yozayotganlar, hayotda nima ish qilgansanlar o'zlaringni? Men vaqtim ham yo'q sanlarga SMSlarda javob bergani. Oldin sen men qilgan ishlarni kelib Amerikaga Xudo yuqtirsin avval ishlagin, ko'rgin, hayotni ko'rgin. Uyingda o'tirib olib menga har xil tuhmat negativlar yozma ro'zai Ramazon kunlarida. Obunachilarimiz bilan hali yo'llarimiz uzoq. Kelajak tomonga qarab birgalikda yuramiz, Xudo xolisa. Oldingi jumada o'zi aytib beramiz dedik, vaqt bo'lmaganligi uchun bu jumaga surildi. Qaysi qabriston, qaysi manzilda bo'lganini aytmaymiz. Biz huzurimizga oldingi jumada bir kishi keldida bir narsani ming hijolat bilan ko'rinishlardan ham o'zi masalalar yaxshi emas ekan, bir qabristonda Go'rkov bo'lib ishlar ekanlar. Birodarlar, biz aytayotgan narsa shu zamonda, shu kunlarda bo'lib turgan holat. Qabristonda Go'rkov bo'lib ishlar ekanlar. To'g'ri, bir ayolning qabri ochildi. Farzandi vafot etdi. Shu farzandini shu qabrga qo'ymoqchi bo'lishdi. Menga kelib shu qabrni ochib bering. Onamlarni, mana shu onalarni qabriga qo'yaman deb aytdilar. Xo'p dedimda, qabrni ko'lab ochib qarasamki, tandirni qabrning ichi xuddi tandirga olov yoqilganda qanday kul bo'lib ketadi qorayib. Xuddi shunday bo'lib turibdi. Qabrga tushib, ko'lab bo'lib, shuni taxtini issiqligini bilib turdim badanimda dedilar. Hozir shu kunda bo'lib turgan holat. Tandirni yoqsangiz, ichi kuyib, qorayib, tushib kul, qabri ichi kul deydi. Shundan tushsam oyog'im kulga tushdi deyapsiz. Qabrni ochdim, tushdim, kul, qabri ichi qop-qora bo'lib ketgan, kuyib ketgan deydi. Shundoq deydi, nimani kuygan kiyimlari kelib turibdi deydi, qabrga deydi. 40 yil oldin qo'yilgan ekan, 40 yil oldin shu ayol. Tushim, tafta shundoq qizib turibdi deydi. Odamlarga ayting, Allohdan qo'rqsinlar. Bildik bu ayol davlat ishida katta rahbar bir lavozimda ishlab, odamlarning musibatida qolgan ayol ekan. Ya'ni odamlarga ko'p zulm qilgan ayol ekan. Bildik. Birodarlar, odamlarga zulm qilayotganlar. Odamlarga o'zini zulmi bilan hukmini o'tkazishga harakat qilayotganlar, Allohdan qo'rqinglar endi.